Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Meni kanalimga xush kelibsizlar. Tak, bugungi videoyimda zombi apokalipsdan qochishdi 3-qismi bo'ladi. Yo 3-qismi yo 2-qismi esimdan chiqib qoldi. Tak, shu bilan men o'sha aytganimdek va buni boshlayman men. Kris belgisini oldiga borib kelib, endi esa archani oldiga borib kelsam bo'ldi. Mana yonimdagina. Davay men ketdim. Nima qilaman men? Ketdim men. Tak, mana archa. Archa bu yerda bo'lsa, kris belgisi u yerda edi. Hozir men bitdim deb boraman. Aylanib archani oldiga boraman. Kelaman. Bo'ldi. Bo'lishi bilan judayam bir qo'yini. Tak. Yangi mashina ekan a? Qonga bo'yalgan. Qaytayotganda lekin joyga aylanaman. Mayli, ketdik boramiz. Yangidan jo'nagan men ketaman. Biz bitta ketib bo'ldik. Archani chiqoldi. Jo'may bagasi boshlangan. Boshlangan. Hozir zombilar yo'q-da. O'zim ham hayron qoldim. Bir zombilar yo'q. Zombilar chiqib qolishi mumkin. Mana o'tgan videoda ham aytganman, mana so'roq belgisi va zombi apokalips boshlanganini bildiradi. Bu so'roq belgisi ko'p ekan bu tarafda. Bittagi aholilar, unaqa blokni bekorga qo'ymagan. Zombilarga yashirinish uchun qo'ygan. To'rtinchi etajmi? 1, 2, 3, 3-chi etajga. Men kiraman. Kim bor? Qo'lingni ko'tar. Bu yerda qaroqchilar bo'lmasa bo'ldi. Zombi apokalips yo'q deyishlar mumkin. Chunki sizlarga bo'yab ko'rsatib beray. Ana bu Dayning zombi deb
ishqim mana bizni qilib qo'ygan nega ishqim mana shu modni o'tkazganman degan bor degan videoni qilyapman. Pistoletim bor. Avtomatim bor. Ana ketdimi? Narigi tarafdan bu yerda bomba portlagan. Mayli, o'sha videoni to'g'ri kam bo'ldi. Keyin vaqtim oz kamda. Shuning uchun videoni to'xtataman. Hammaga xayr. Sog' bo'linglar do'stlar.